Voy Daryo, nega buni olib yuribsiz koridorda? Hamma yosh shamol bo'lsa, bola shamollab qoladi, konditsionerlar yo'q-ku. Yig'layotgandi. Yuring palataga kiring. Bu yerga olib chiqsam o'ynayapti. Nega yig'laydi bolangiz? Ichi keldimi bolani o'zi? Yo'q. Voy, o'shancha yig'layotgan bo'lsa kerak, buni ichiga keltirish kerak. Qani menga bering-chi. Yuring, olib ketaman. Uchta tuqqan bo'lsangiz, qanaqasiga qara olmaysiz? Ancha bo'lib ketgandi. U bolalarim katta bo'lsa, bola boqish esimdan chiqib ketgan. Hech qilsa yo'q, o'rganib olasiz. Ranjisada 10 yillik azobdan yurak urib turar, chunki unda bor tilak. Boshqasi istakmas, bil sendan bo'lak. Bizlarga sen begim kerak. Istagim qalbingda tanho gul. Qo'llarim yechkisi kelyapti-da bu. Oy, Yeching, oyi. keyin yechamiz. Bo'ldi. Ana. Voy, siz ketdingmi? Jonim, asalim, bo'ldi. Oy, jonim. Biz ham shunaqa kichkina bo'lganmizmi? Shunaqa bo'lgansizlar, kichkinagina. Jonim, Biz ham shunaqa yig'loq bo'lganmizmi? sen unchalik yig'loq bo'lmagansan. Lekin singling juda ham yig'loq bo'lgan. Men eslolmayman, sen nima chaqaloqli bo'lganman. Voy, qayerdan eslaysan, kichkina bo'lgansan oxir. Mana ham ko'taring, oyi. Ko'tara olaysanmi? Juda kichkina. Nima, ko'tarib qoling. Oppa. Ke. Qani qo'lingni berchi. Oppa. Boshidan ushlagin. Ha, ana. Mana shunday. Jonim. Bolani ko'tarish qo'rqinchli ekan. Voy. Hech ham qo'rqinchli emas. Jonim men. Oyi, bizani ham shunaqa erkalaganmisiz? Voy, nimaga erkalamayman, bolam? Haligacha erkalayman-ku. Mani hammadan ko'proq yaxshi ko'radilar, chunki men bitta qizman. Bilishingni qara. Jonim. Oyi, to'g'risini ayting. Kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Hammanglarni yaxshi ko'raman, voy. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Jonim. Bo'ldi, yig'lama. Nimaga yig'layapti, oyi? Qorni og'riyapti menimcha. Voy jonim bolam, bo'ldi. Buni qorni og'riyapti. Jonim. Ya? Katta qoling. Dadasi, Assalomu alaykum. keling. Men qara. Ha? Ering uyda emasmi? Yo'q, bugun yo'q, kelganlari yo'q. Sen sig'adigan shkafan bormi? Kiravering, aytmayman. Biron narsa tayyorlab Ya, qo'ying. Lekin erim kelib qolsa so'yib tashlaydi sizni. Yo'q, Jahli yomon. rostdan. Ha? Bo'pti, ering kelguncha ovqat qilib ber. Ovqat qilmadim bugun. Nimaga? O'g'lingiz yig'lorib shunaqa injiqlik qildi. Ovqat ham qila olmadi. Dadasi hech narsa qila Shundan olmadi. beri turibdi, mana shu tarvuz. Yo'q. Yangi so'ydim, hozir so'ydim. Jingalagingiz hozir tarvuz yeb kirib yotdi. Bo'pti, tuxum qovurib ber, qonim yomon chiqadi. Yevrasizmi? Ha? Qarang. Ertaga Daryonikiga bormoqchiman. Tug'di, bir kenay bo'lib borib yo'qlab ham kelmadim. Zo'rmi? Quyosh qaysi tarafdan chiqdi? O, tomondan chiqdi. Ha-da. Yaxshi. Quyoshingiz-manku har doim yoritib yuraman. Puldan bering, dadasi. Qora quyosh. Quyosh kular, jiz. Cho'ntaklardan chiqaring. Pul. Bittasi emas, qiz. Bo'pti, beraman. O'zi sizchi artist bo'lishingiz kerak edi. Yomoni bo'lardim artist bo'lsam. Qanaqasi bo'lardingiz?
qimmati bo'ladi-yu. Voh, sizmi? O'shasidan. Hech ham qimmat artist bo'lmasdingiz. Men Ulug'bek Qodirov bo'lardim. Yuraverardim. Voy. Kimlarga o'zingizni o'xshatasiz? Unda men Dilnoza Kubayeva bo'lardim. Men qara sarvinoz ovqat tayyorlagan qornim oshib ketdi-yu. Oo, Ulug'bek Qodirov bo'ldingiz-a? Siz qornim oshib ketdi. Bo'pti, pul bering, dadasi. 500 ming yetadimi? Voy, 500 ming? Hı? Nima bo'ladi 500 ming? 500 mingga bilasan, choyxona qilsang bo'ladi. Iya. Daryoni bilasiz. U Xitoyga kiyimini kiydirmaydi. Turetskiy kiyimlar olish kerak. Yaxshi turetskiy kiyimlar dadasi, men sizga gapiryapman, eshiting. Kamida bitta donasi 500-600 ming turadi. Endi bittagina ishdan ko'tarib bormayman-ku. Ikkita kiyim olaman. Yoniga pishiriq olaman. Ha, qo'liga $50 suyunchi beraman. $200 kerak kamida dadasi. Yosh bola pishiriq yemasa kerak. Ha, endi quruq bormayman-ku. Bolalari bor-ku, katta bolalari. Men tuqqanimda kelib qo'limga $200 suyunchi bergan dadasi. Nimaga olgansan shu pulni? Qani o'sha pul? Aytganman-ku. Jiyaningiz $200 tashab ketdi deb. Pampers olib qo'yaman degandim. Bo'pti, $100 yetadimi? Yo'q, $200 bering dadasi, yetmaydi. Ey xudoyim. Dadasi, men o'zimga so'ramayapman. Rahmatli opajoningizni qizlari, jiyaningiz Daryoxonni bolasiga so'rayapman, dadasi. Siz o'sha qizga otasini o'rnida otasiz, sizni nevarangiz bo'ladi. Tog'a degan nomingiz bor, dadasi. Art. O'qiyapti. Nima? Aqling oqib ketyapti. Aqlliman-ku. Bo'pti, bor ovqatingni qilib beraman. 150, boshqa so'rama. Yo'q, $200 bering. Qayerdan olaman 200 ming senga? Bor-ku, dadasi, pulingiz. Bor ovqatingni qil. Ko'rdim cho'ntagingizda. Pulingiz bor ekan, anchagina. Krizni yutayotganda olib qo'ymoqchi bo'ldim, lekin demadi. Ko'rdingizmi? Aqlli ayolmanman. Bo'pti, aql peshvosi. Lekin ana domlalar aytgan, erini pulini indamasdan ishlatsa bo'ladi. Haqqi bor ayol kishining erini pulini ishlatishda degan. Yo'q, lekin domlalarning aytgan joyi ham bor yana. Nima? Eringizni puliga teginmang, so'ramasdan degan joylari ham bor. Unaqasini eshitmaganman. To'qimang, dadasi, to'qimang. Boring, yuvinib, kiyimlaringizni alishtirib chiqing. Men sizga chakka qilib ovqat qilib qo'yaman. Bo'pti. Senga muhtojman 110 qism eng achchiq bir ziddiyat bilan boshlanishi mumkin. Tolib guvohlarni sotib olganini isbotlashga yetadigan ovozli yozuv topildi. Ammo ayni paytda shikoyatni qaytarib olish haqidagi arizaga ham imzo qo'yib bo'lindi. Haqiqat yo'qolgani yo'q, shunchaki uni oshkor qilishga ulgurmasdan qonun oldidagi kuchini yo'qotadigan yo'l topildi. Menimcha, shu nuqtadan boshlab Oybek yolg'iz kurasha olmaydi. U yo'l transport hodisasiga oid barcha hujjatlarni Rustamning oldiga olib boradi. Chunki Rustam oldindan tayyorlangan soxta dalillar yordamida jinoyatchiga aylantirilish qanday bo'lishini juda yaxshi biladi. Guvohlarning ko'rsatmalarini ko'zdan kechirgan Rustam darhol bir tanish holatni sezadi. Ularning barchasi deyarli bir vaqtda ko'rsatmasdan voz kechgan, bir-biriga juda o'xshash sabablarni aytgan va savol berilganda hech biri suhbatdoshining ko'ziga tik qaray olmagan. Bu oddiy fikr o'zgarishiga o'xshamaydi. Bu oldindan yozib qo'yilgan matnga o'xshaydi. Jamila esa masalaga boshqa tomondan qaraydi. Uning fikricha, o'chirib tashlangan kamera yozuvlarini qidirishda davom etish faqat vaqtni boy beradi. Agar Tolib guvohlarni chindan ham sotib olgan bo'lsa, izni ularning so'zlaridan emas, hayotidagi kutilmagan o'zgarishlardan qidirish kerak. Birdan yopilgan katta qarz qarindoshining yaxshi ishga joylashishi, bolaning boshqa maktabga ko'chirilishi yoki davolanish uchun to'satdan pul topilishi. Tekshiruv davomida bir guvoh yaqinda katta kreditini to'liq yopgani ma'lum bo'ladi. Boshqa birining xotini esa Tolib bilan aloqador korxonaga ishga qabul qilingan. Shunda Oybekning ishi va ilgari Rustamga qarshi qurilgan tuzoq orasida bir xil usul korini boshlaydi. Hech kim odamlarga to'g'ridan-to'g'ri yolg'on gapir demaydi. Ularning eng og'ir muammosi hal qilib beriladi, keyin esa qarzdor odam nima qilishi kerakligini o'zi tushunib oladi. Ammo eng kutilmagan burilish tergovchining o'zidan keladi. Ish uchun mas'ul xodim xizmat vaqtidan keyin Rustam bilan yashirincha uchrashadi. Unga ishni yopish haqida yuqoridan buyruq berilganini tan oladi.
Agar bo'ysunmasa, o'g'li o'qishdan haydaladi. Xotini esa ishidan ayriladi. U pul olmagan, ammo uning butun oilasi oddiy, hayotiy ehtiyojlar orqali garovga olingan. Rustam undan ochiq guvohlik berishni talab qiladi. Jamila esa darhol shubhalanadi. Balki bu Tolibning Rustamni tergovga noqonuniy aralashishda ayblash uchun tayyorlagan navbatdagi tuzog'idir. Agar yashirin uchrashuv yozib olinib, keyin sozlar kesib o'zgartirilsa, ilgari tuhmatga uchragan Rustam yana bir bor gumondorga aylanishi mumkin. Menimcha, shu paytdan 3 kishi hamkorlik qilishga majbur bo'ladi, ammo hech biri boshqasiga to'liq ishona olmaydi. Oybekka dalil tez kerak. Rustam faqat qonuniy yo'l bilan yurishni istaydi. Jamila esa raqib qonun vakillarini ham nazorat qilayotganini tushunadi. Ularning so'nggi umidi ko'rsatmasdan hali voz kechmagan yagona guvoh bo'ladi. U Oybek, Rustam va Jamila bilan yashirin joyda uchrashishga rozi bo'ladi. Guvoh Tolibning o'g'li katta tezlikda mashina haydab, odamni urib yuborganini va voqea joyidan qochganini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytmoqchi edi. Ammo uchrashuv vaqti kelganda, u ko'rinmaydi. Uyining eshigi ochiq. Buyumlar joyida, faqat egasining o'zi yo'q. Bir necha soatdan keyin guvohning telefoni Oybekning mashinasidan topiladi. U yerga qanday tushganini hech kim tushuntirib bera olmaydi. Shu tariqa yordamga muhtoj bo'lgan Oybek birdan guvohga tahdid qilgan, uni yashirgan yoki o'z foydasiga gapirishga majburlagan odam sifatida gumon qilina boshlaydi. Aynan shu vaqtda Tolib jamoatchilikka boshqa bir ovozli yozuvni taqdim qiladi. Yozuvda Oybek davolanish puli va shikoyatni qaytarib olish haqida gapiradi. Ammo uning taklifni rad etgan qismi kesib tashlangan. Faqat u kattaroq pul talab qilayotgandek eshitiladigan jumlalar qoldirilgan. Odamlarning fikri o'zgaradi. Ular endi Oybekni qaynotasi uchun adolat izlayotgan kuyov sifatida emas, baxtsiz hodisadan foydalanib savdolashayotgan inson sifatida ko'ra boshlaydi. Eng og'iri, uning xotini ham ikkilana boshlaydi. U otasining oyoqlarini saqlab qolish uchun arizani qaytarib olishga imzo chekkan edi. Endi yozuvni eshitib, eri undan yana nimalarni yashirayotganini bilmay qoladi. Oybek qancha ko'p tushuntirishga urinsa, ayol shuncha ko'proq haqiqatning faqat yarmini eshitib kelganini his qiladi. Hamma o'zaro tortishayotgan paytda tergovchi Tolibning ishga aralashganini tasdiqlovchi hujjatlarni Rustamga topshirishga qaror qiladi. U ertalab uchrashishni belgilaydi, ammo Rustam kelganida ishxona muhrlangan bo'ladi. Tergovchi bir kechaning ichida boshqa joyga o'tkazilgan, barcha asl hujjatlar esa g'oyib bo'lgan. Jamila qolgan qog'ozlarni tekshirib, yirtilgan bitta sahifani topadi. Muhrning pastki burchagida juda kichik bir belgi bor edi. Aynan Rustamning obro'sini yo'q qilish uchun tayyorlangan soxta hujjatlardagi belgi. Menimcha, aynan shu lahzada ikki alohida kurash bitta urushga aylanadi. Qodirga pul bergan shaxs, Rustamga qarshi soxta guvoh tayyorlagan odam va hozir Tolibni himoya qilayotgan tarmoq uchta boshqa kuch bo'lmasligi mumkin. Ularning barchasi bitta tizimga xizmat qilayotgan bo'lishi ehtimol. Bu tizimda pul faqat vosita, asl maqsad esa haqiqat izlagan har qanday insonni jabrlanuvchidan gumondorga aylantirish. Voqealarning oxirida Rustam yirtilgan sahifani orqa tomoniga aylantiradi va 3 ta ism yozilgan ro'yxatni ko'radi. Birinchi ism Tolib. Ikkinchisi Rustamga xiyonat qilgan hamkasbining ismi. Oxirgi ism esa g'oyib bo'lgan guvohning telefonini hozir qo'lida ushlab turgan odamga tegishli edi. Rustam yirtilgan qog'ozdagi 3-ismga tikilib turgan paytda uyining boshqa burchagida asal eshik ortidan kattalarning pichirlashini eshitib qoladi. U telefon, soxta hujjat yoki yo'qolgan guvoh nimaligini to'liq tushunmaydi, ammo bir ismni aniq eshitadi. Qodir. Bu ism aytilishi bilan xonadagi ovozlar pasayadi. Jamila Rustamdan sekinroq gapirishni so'raydi. Rustam esa asal bu voqealardan hech narsani bilmasligi kerakligini aytadi. Lekin bolalar kattalar o'ylagandan ko'ra ko'proq narsani eshitadi. Ular hamma so'zning ma'nosini anglamasligi mumkin. Ammo ovozdagi qo'rquvni, birdan yopilgan eshikni va kattalarning nigohi nega o'zgarib qolganini darhol sezadi.
Asal shu paytgacha Qodirni oilaga begona bo'lmagan inson sifatida bilgan. Endi esa uning Rustamni qamoqqa tushirish uchun tuzoq qurganini eshitadi. Qizaloqning xayolida juda oddiy, lekin kattalar javob berishga qiynaladigan savol paydo bo'ladi. Nega tanish odam bizga yomonlik qiladi? Jamila uning eshik yonida turganini ko'rib, suhbatni darhol to'xtatadi. U Asalni yoniga chaqirib, kattalar ba'zan tushunmovchilik sabab janjallashishini aytadi. Qodir haqida esa ortiqcha gapirmaydi. U qizaloqni qo'rqitishni istamaydi. Jamila uchun Asal shunchaki qarindoshining farzandi emas. U qizaloqni kundalik hayotda parvarish qiladi, ovqatini tayyorlaydi, kasal bo'lsa yonida o'tiradi, kechasi onasini sog'inib yiglasa, uni bagriga bosadi. Shu sabab Jamila bolani haqiqatdan emas, haqiqatning og'irligidan asramoqchi bo'ladi. Ammo Asalning xolasi bunga qo'shilmaydi. U Lolaga bir vaqtlar qizini himoya qilishga va'da bergan. Uningcha himoya qilish faqat bolaning oldida yomon gaplarni yashirish emas. Asal kimdan ehtiyot bo'lishni bilmasa, unga mehribon ko'ringan har qanday begona odamga ishonib ketishi mumkin. Xola qizaloqqa hamma sirni ochish kerak demaydi. Faqat Qodir bilan yolg'iz gaplashmasligi, begonalarning mashinasiga o'tirmasligi va kimdir onasi haqida ma'lumot berishni va'da qilsa, darhol kattalarga aytish kerakligini tushuntirishni istaydi. Jamila esa bunga qarshi chiqadi. Uning fikricha, onasidan ayrilgan qizaloqning qalbiga yana bir qo'rquv joylashtirish noto'g'ri. Asal har bir odamdan shubhalanib yashamasligi kerak. Xola esa juda og'ir bir gapni aytadi. Qo'rqmasin deb hech narsani aytmasak xavf kelganida uni tanimay qoladi. Bu ikki ayolning janjali kim Asalni ko'proq sevish haqida emas. Ularning ikkalasi ham qizaloqni jonidan ortiq ko'radi. Faqat biri bolalikni saqlab qolmoqchi, ikkinchisi esa o'sha bolalikdan foydalanadigan odamlardan qo'rqadi. Rustam ularning o'rtasida turib qoladi. U Jamilaning mehrini ham, xolaning Lolaga bergan va'dasini ham inkor eta olmaydi. Lekin qaysi tomonni tanlasa, ikkinchi ayol o'zini Asalning hayotidan chetlatilgandek his qilishi mumkin. Shu paytda voqea boshqa joyda, Zeboning qo'l telefonida davom etadi. Unga noma'lum raqamdan surat keladi. Suratda Asal bog'dagi o'rindiq yonida o'ynab turardi. Rasm yaqindan yashirincha olingan, qizaloq esa uni kimdir kuzatayotganini umuman sezmagan. Surat ostida faqat bir jumla bor. Yana bir ogiz gapirsang bola onasini ikkinchi marta yo'qotish qanday bo'lishini biladi. Zeboning qo'llari titray boshlaydi. U bu xabarni Rustamga ko'rsatishi kerakligini biladi. Ammo xabarni yuborgan odam qizaloqqa shunchalik yaqin borgan bo'lsa, demak, ularning har bir qadami kuzatilmoqda. Zebo o'zini aybdor his qiladi. U haqiqatni aytib, Rustamni qutqardi, lekin endi o'sha haqiqat Asalning hayotiga xavf olib keldi. Mantiqan qaraganda ayb tahdid qilayotgan odamdi. Ammo qo'rqqan inson doim ham mantiq bilan o'ylamaydi. U men jim turganimda bunday bo'lmasdi degan fikrga qayta-qayta keladi. Zebo suratni hech kimga yubormaydi. U xabar kelgan raqamni tekshirishga urinadi. Keyin surat olingan bog'ni tanib qoladi. U yerga borib, atrofdagi odamlarni so'rab surishtirsa, yuboruvchining iziga tushish mumkin deb o'ylaydi. Bu uning eng xavfli qarori bo'lishi mumkin. Chunki xabarni yuborgan odam Zeboning yolg'iz kelishini kutayotgan bo'lishi ehtimol. U qo'rquv sabab Rustamdan uzoqlashishini, o'zini qahramondek tutib, muammoni o'zi hal qilishga urinishini oldindan hisoblab qo'ygan. Zebo bog'ga yetib kelganda, u yer deyarli bo'sh bo'ladi. O'rindiq yonida kichik bir o'yinchoq yotardi. Bu Asal yaxshi ko'radigan o'yinchoqlardan biri edi. Zebo uni qo'liga oladi. Shu payt orqasidan mashina eshigining yopilgan ovozi eshitiladi. Keyingi voqea ochiq ko'rsatilmasligi ham mumkin. Faqat uning telefoni yerga tushib, ekranda Jamilaning javobsiz qo'ng'irogi yonib turadi. Uyda esa xola qat'iy qarorga keladi. Uningcha, Rustamning uyi endi Asal uchun xavfsiz emas. Soxta hujjatlar, g'oyib bo'lgan guvohlar, noma'lum qo'ng'iroqlar bularning hammasi kattalarning atrofida aylanmoqda.
Ammo dushman ular bilan kurashish o'rniga eng himoyasiz odamni tanlashi mumkin. Holi Asalni vaqtincha boshqa joyga olib ketishni taklif qiladi. Uning chetroqda yashaydigan tanishi bor. Hech kim ularni u yerda izlamaydi. Ishlar tinchiguncha qizaloq xavfsiz yashashi mumkin. Jamila bunga keskin qarshi chiqadi. Uningcha, Asal allaqachon onasidan ayrilgan. Endi uni o'rgangan uyi, maktabi va yaqinlaridan ham ajratish xavfsizlik emas, yana bir yo'qotish bo'ladi. Qizaloq kattalar nega tortishayotganini bilmay, bir xonadan ikkinchisiga qarab turadi. Xola men uni olib ketaman deydi. Jamila esa u buyum emas, xohlagan joyga olib ketolmaysiz deb javob beradi. Bu gap xolaga qattiq tegadi. U Lola olimidan oldin qizini unga ishonib topshirganini eslatadi. Jamila esa va'da berish bilan har kuni ona bo'lib yashash bir xil emasligini aytib yuboradi. Xonadagi havo bir zumda o'zgaradi, chunki bu endi xavfsizlik haqidagi bahs emas. Ikki ayolning ichida uzoq vaqt aytilmay kelgan savol yuzaga chiqadi. Asal uchun kimning haqqi kuchliroq? Lolaga berilgan va'dami yoki qizaloq bilan birga o'tkazilgan har bir kunmi? Rustam ikkalasini ham to'xtatishga urinadi. Ammo Asal allaqachon gaplarning bir qismini eshitgan bo'ladi. U sekin so'raydi, yana meni boshqa joyga yuborasizlarmi? Bu savol Jamilaning butun g'azabini sindiradi. Qizaloq uchun ularning bahsi himoya haqida emas edi. U faqat yana tashlab ketilishidan qo'rqardi. Jamila uni bagriga bosadi va hech qayerga yubormasligini aytadi. Xola esa chetda turib, bolaning ko'zidagi qo'rquvni ko'radi, ammo tashqarida uni kuzatayotgan odamni o'ylab, o'z fikridan ham qaytolmaydi. Aynan shu paytda Qodirdan xabar keladi. U Asal bilan uchrashishni talab qiladi. Avvaliga Jamila buni navbatdagi hiyla deb qabul qiladi. Qodir o'z holatini yengillashtirish yoki Zeboni qaytarish uchun qizaloqdan foydalanmoqchi deb o'ylaydi. Lekin xabarda Lolaning ismi bor edi. Qodir Lolaning o'limidan oldin ko'rgan bir voqeasi haqida ma'lumotga ega ekanini aytadi. Agar u bu gapni hozir aytmasa, keyin juda kech bo'lishi mumkinligini ham qo'shadi. Xola xabarni eshitgach, birdan jim qoladi. U Lola vafotidan oldingi kunlarda bir necha marta Qodir ismli odam haqida gapirganini eslaydi. O'sha paytda bu ismning ahamiyatini tushunmagan. Lola kimdandir qo'rqayotgandek edi. Lekin singlisini tashvishga solmaslik uchun gapini doim yarim yo'lda to'xtatardi. Endi eski xotiralar boshqa ma'no kasb eta boshlaydi. Balki Rustamga qarshi qurilgan reja yaqinda boshlanmagandir. Balki Lola tirikligida biror noqonuniy ishni ko'rib qolgan. Shuning uchun uning oilasi yillar davomida sezdirmasdan kuzatilgandir. Jamila bunday taxminni qabul qilishga tayyor emas. Uningcha, Qodir ular Lola haqida gap bo'lsa, sovuqqon fikrlay olmasligini biladi. Shuning uchun marhum ayolning ismini o'zini qutqarish uchun ishlatyapti. Rustam esa bu safar darhol rad javobini bermaydi. U Lolaning o'limidan oldingi holatini eslaydi. Ayol ayrim kunlari bezovta bo'lgan, lekin sababini aytmagan. O'sha paytda buni oddiy oilaviy tashvish deb qabul qilishgan. Endi esa har bir eski sukut shubhali ko'rina boshlaydi. Asal kattalarning yana onasi haqida gapirayotganini eshitadi. U Qodir onamni bilganmi? deb so'raydi. Hech kim to'g'ri javob bermaydi. Jamila gapni boshqa tomonga buradi. Xola esa Rustamga qarab, bu safar qizaloqdan hamma narsani yashirib bo'lmasligini ko'zlari bilan bildiradi. Kechasi Asal uxlamaydi. U onasi haqida juda kam narsani biladi. Kattalar Lolani doim mehribon, chiroyli va yaxshi inson sifatida eslaydi. Lekin qanday vafot etgani haqida gap ketganda, hamma ovozini pasaytiradi. Qizaloq endi bir narsani tushunadi. Kattalar uni himoya qilayotgani uchun emas. O'zlari ham javobni bilmagani uchun sukut saqlayotgan bo'lishi mumkin. U stol ustida qolgan telefonni oladi. Qodirning raqamini kattalar yozishmalaridan topadi va yashirincha qo'ng'iroq qiladi. Uzoq signal ketadi. Nihoyat narigi tomondan Qodirning ovozi eshitiladi. U kim qo'ng'iroq qilganini so'raydi. Asal avval gapirmaydi. Keyin juda sekin, "Men Lolaning qiziman", deydi. Qodir bir necha soniya jim qoladi.
Uning nafasi ozgaradi, go'yo bu qo'ng'iroqni kutgan, ammo qizaloqning o'zi telefon qiladi deb o'ylamagandek, Asal to'g'ridan-to'g'ri so'raydi. Siz onam qanday vafot etganini bilasizmi? Qodir darhol javob bermaydi. U qizaloqdan yonida kattalar bor yo'qligini so'raydi. Asal yolg'izligini aytadi. Shunda Qodir past ovozda gapira boshlaydi. Uning aytishicha, Lola vafotidan biroz oldin ikki odam o'rtasidagi yashirin pul almashinuvini ko'rib qolgan. Bu oddiy qarz yoki savdo emas edi. Pul evaziga bir kishining ko'rsatmasi o'zgartirilishi, boshqa birovga qarshi esa soxta hujjat tayyorlanishi kerak bo'lgan. Lola o'sha ikki odamdan birini tanigan, u ko'rganini aytmoqchi bo'lgan, ammo kimga ishonishni bilmagan. Asal telefonni ikki qo'li bilan mahkam ushlaydi. U odam kim edi? deb so'raydi. Qodir birinchi ismini aytishga tayyorlanadi. Ovozi juda past eshitiladi. Shu payt aloqa birdan uziladi. Asal yana qo'ng'iroq qilishga urinadi, lekin telefon tarmoqni ko'rsatmaydi. U apparatni ko'ziga yaqinlashtirib, nima bo'lganini tushunishga harakat qiladi. Keyin orqasidan Polning juda sekin gichirlagan ovozi keladi. Qizaloq qotib qoladi. U asta-sekin ortiga o'giriladi. Xona eshigi oldida bir odam turardi. Uning yuzi qorong'ida aniq ko'rinmaydi. Faqat qo'lida Asal bog'da yo'qotib qo'ygan kichik o'yinchoq bor. Odam o'yinchoqni stol ustiga qo'yadi, so'ng barmog'idagi uzukni bir marta yog'och yuzaga uradi. Ovoz juda tanish edi. Bu Zebo eshitgan yozuvdagi o'sha tovushga o'xshardi. Asal baqirishga ulgurmaydi. Tashqarida Jamila uning xonasiga qarab kelayotgan edi. Ichkarida esa noma'lum odam qizaloqqa barmog'ini labiga qo'yib, jim turishni ko'rsatadi. Stol ustidagi telefon ekranida Qodirdan yangi xabar paydo bo'ladi. U odam sizlarning uyingizda, Asalning telefonida u odam sizlarning uyingizda degan xabar hali ochib ulgurmagan edi. Ayni vaqtda qishloqning boshqa joylarida 3 ta inson bir kunda o'z tayanchidan ayriladi. Rustam ishidan chetlashtiriladi. Nodirning qoliga kishan solinadi. Oybek esa eng muhim guvoh izsiz yo'qolganini bilib qoladi. Avvaliga bu hodisalar bir-biriga aloqasi yo'qdek tuyuladi. Biri soxta hujjat bilan bog'liq, ikkinchisi Komilning jarohati, uchinchisi esa yo'l transport hodisasi haqida. Lekin vaqtiga qaralsa zarbalar juda aniq tanlangan. Kimdir odamlarni shunchaki qo'rqitmayapti. U haqiqatga yaqinlashayotgan har bir kishini bir vaqtda band qilib qo'ymoqda. Rustam endi o'z obro'sini saqlash bilan ovora. Nodir o'zini qotil emasligini isbotlash kerak. Oybek esa guvohning telefonini nega uning mashinasidan topishganini tushuntira olmaydi. Uchala erkak ham boshqa xonada o'tiribdi, ammo ularning ustidan ishlayotgan usul bir xil. Ayblovni jabrlanuvchining o'ziga qaytarish. Jamila buni birinchi bo'lib sezadi. U Rustamning ishi bo'yicha hujjatlarni, Oybek olib kelgan nusxalarni va Komil bilan bog'liq bayonnomalarni yonma-yon qo'yadi. Har bir qog'oz boshqa idoradan chiqqan, boshqa sana va boshqa imzo bor. Lekin hujjatlarning pastki qismida takrorlanadigan mayda bir belgi ko'rinadi. Bu oddiy raqam emas. U to'lovni o'tkazgan vositachi yoki hujjatni tayyorlagan odamning ichki belgisi bo'lishi mumkin. Rustam bunday xulosaga shoshilishni istamaydi. Uning hayoti soxta dalillar sabab allaqachon ostin-ustun bo'ldi. Endi u har bir o'xshashlikni katta fitnaga aylantirishdan qo'rqadi. Balki bu faqat tasodifdir. Oybek esa bu gapni eshitib, keskin javob beradi. Uningcha, katta qarzlarning birdan yopilishi, guvohlarning bir xil vaqtda fikridan qaytishi va hujjatlarning yo'qolishi tasodif bo'la olmaydi. Bir marta bo'lsa, tasodif, deydi u. 2 marta bo'lsa, shubha. Uchinchisida esa kimdir ishlayapti. Bu safar Rustam javob bermaydi. Chunki Jamila hujjatlardan birida ilgari Qodirga pul o'tkazgan odamning ismini topadi. Xuddi shu ism Tolibning korxonalaridan birida norasmiy maslahatchi sifatida qayd etilgan. Uning lavozimi aniq emas. Maoshi ham ko'rsatilmagan. Ammo deyarli har bir muammoli ishda uning izi chiqadi.
Qodirga pul berilgan paytda ham, guvohlar fikridan qaytgan kunlarda ham, Rustamga qarshi soxta shikoyat tayyorlanganda ham, bu odam hech qayerda bosh qahramon emas, lekin voqealar qayerda buzilsa, o'sha yerga yaqin yuradi. Jamila uning suratini topishga urinadi. Eski hujjatlarda rasmsiz ma'lumotlar bor, telefon raqamlari esa boshqa odamlarning nomiga yozilgan. Nihoyat, bir korxona tadbirida olingan xira surat chiqadi. Surat markazida Tolib turibdi. Yonida 2 xodim, orqaroqda esa yuzining yarmi ko'rinadigan bir erkak bor. Oybek rasmga yaqinlashadi. U bu odamni ilgari ko'rganini aytadi. Tolibning oldiga borgan kunlardan birida, aynan shu erkak eshik oldida turgan, hech kim bilan ko'p gaplashmagan. Faqat kelganlarning telefonlarini yigib olgan. Rustam ham suratga uzoq qaraydi. Keyin u erkakning qo'lidagi uzukni ko'radi. Ovozli yozuvda stolga urilgan uzuk balki shu odamnikidir. Ammo ular xulosa chiqarishga ulgurmasdan kasalxonadan qo'ng'iroq keladi. Komil ko'zini ochgan. Bu xabar har bir kishiga boshqa ma'noda yetib boradi. Robiya uchun bu erining hayotga qaytishi, Sobir uchun vasiyat va bog haqida haqiqatni bilish imkoniyati, Zarina uchun Nodirning kelajagini saqlab qoladigan umid, Nodir uchun esa eng og'ir hukm, chunki endi jabrlanuvchining o'zi uning yuziga qarab, nima bo'lganini aytishi mumkin. Kasalxona xonasiga juda ko'p odam yigiladi. Robiya erining qo'lini ushlab avval vasiyat haqida so'raydi. U qog'oz yo'qolganini aytmaydi, faqat otasining bogni kimga qoldirganini bilmoqchi bo'ladi. Sobir akasidan uni kechirishini so'raydi. Zarina Nodirning qasddan urmaganini tasdiqlashini iltimos qiladi. Tergovchi esa hovliga boshqa odam kirganmi deb so'raydi. Har bir ovoz Komilning boshiga alohida urilgandek bo'ladi. U ko'zini biridan ikkinchisiga olib boradi, lablarini qimirlatishga urinadi. Ammo so'z chiqmaydi. Nafasi tezlashadi, yurak urishini ko'rsatadigan apparat baland ovoz bera boshlaydi. Shifokor hammani tashqariga chiqarishni talab qiladi, lekin odamlar chiqayotganda Komil Nodirning bilagidan ushlab qoladi. Bu harakat kechirimga ham, ayblovga ham o'xshamaydi. Uning ko'zida boshqa bir talab bor. Meni tingla degandek, Nodir egiladi. Komil bir necha marta nafas olib, faqat bitta tovush chiqaradi. Ismning bosh harfiga o'xshaydigan juda noaniq ovoz. Tergovchi tushunmaydi. Nodir esa qotib qoladi, chunki bu tovush unga tanish bir ismni eslatadi. U o'sha kuni hovlidan chiqib ketayotganda ko'rgan mashinani eslaydi. O'sha paytda bunga ahamiyat bermagan edi. Mashina bog yo'li chetida, daraxtlar orasida turardi. Ichidagi odam ko'rinmagan, ammo old oynasida bir korxonaning ruxsat qog'ozi bor edi. Endi Jamila ko'rsatgan suratdagi erkak ham o'sha mashina bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini tushunadi. So'roq vaqtida Nodir bu haqda aytmagan, chunki u zarbani o'zi berganini bilardi. Mashina haqida gapirsa, aybni boshqa birovga agdarishga urinayotgandek ko'rinishidan qo'rqqan. Endi esa sukuti boshqa odamga vaqt berganini anglaydi. Jamila suratni uning oldiga qo'yadi. Nodir bir soniya ham ikkilanmaydi. Shu odamning mashinasi edi, deydi u. Xonada yana sukunat paydo bo'ladi. Agar bu gap rost bo'lsa, vositachi Nodirning Komilni urganini ko'rgan bo'lishi mumkin. U yordam chaqirmagan. Aksincha, Nodir ketgach hovliga kirgan va keyin shoshilib chiqib ketgan. U Komilni qutqarishga kelganmi yoki yerda yotgan odam hali gapira olmasligi uchun qaytganmi? Rustam bu savolga javob izlashga shoshilmaydi. Unga boshqa bir detal muhimroq ko'rinadi. Agar vositachi Komilning hovlisida bo'lgan bo'lsa, demak u faqat Tolib yoki Qodirning ishlarini hal qiladigan odam emas. U bog va vasiyat mojarosiga ham aralashgan. Shu paytda Robiya nihoyat vasiyat yo'qolganini tan oladi. U qog'ozni kasalxonaga olib kelmoqchi bo'lgan, ammo quti bo'sh chiqqan. Komil hushiga kelishi oldidan hujjatning g'oyib bo'lishi endi oddiy oilaviy og'irlikka o'xshamay qoladi. Balki vasiyatda yer haqida emas, boshqa bir mulk, eski sheriklik yoki noqonuniy bitim haqida ham yozilgandir. Balki Komil aynan shu sabab hujumga uchragandir. Sobir bu gapni eshitib,
katta xola bilan Xironning yashirin suhbatini eslaydi. U avval ularni vasiyatni yo'qotishda gumon qilgan edi. Ammo endi ularning gaplaridan foydalanib, boshqa bir odam uyga bemalol kirgan bo'lishi mumkinligini tushunadi. Oiladagi ochkozlik kimdir uchun juda qulay niqobga aylangan. Vasiyat yo'qolsa, hamma bir-birini ayblaydi. Bog vayron qilinsa, shubha Sobirga tushadi. Komil hushsiz qolsa, ayb Nodirga yoziladi. Bir odam esa ularning janjali ortida bemalol yuradi. Shifokor Komilning ahvoli biroz barqarorlashganini aytadi. U gapirishga qiynalsa ham, ongli ravishda odamlarni taniyapti. Komil qog'oz va qalam so'raydi, qo'li titraydi. U ismni to'liq yozolmaydi. Faqat bir necha chiziq, yarim harf va doira shakli paydo bo'ladi. Jamila qog'ozni olib, hujjatdagi vositachi imzosi bilan solishtiradi. Chiziqlardan biri bir xil, bu hali qonuniy dalil emas, lekin Komil kimni nazarda tutayotganini tushunishga yordam beradi. U Rustam, Jamila, Nodir va Oybekni yoniga chaqirishni so'raydi. Robiya bu qarorni tushunmaydi. Uningcha, eri avval oila a'zolari bilan gaplashishi, keyin begonalarga murojaat qilishi kerak. Ammo Komil boshini sekin chayqaydi. Uning ko'zida endi qo'rquvdan ko'ra shoshilish bor. Go'yo vaqt ozligini bilayotgandek, 4 kishi xonaga kiradi. Rustam karavotning bir tomonida turadi. Oybek qo'lida Tolib o'g'lining tiklangan audioyozuvini ushlab turibdi. Nodirni hamon kuzatuv ostida olib kelishgan. Jamila esa barcha hujjatlarni bir papkaga joylagan. Komil ularga navbat bilan qaraydi. U avval Nodir tomon yuzlanadi. Sen urding, deya zo'rga aytadi. Nodir boshini egadi. U inkor qilmaydi, keyin Komil davom etadi. Lekin u qaytdi. Xonadagi barcha odam bir-biriga qaraydi. Demak, Nodir ketgach, haqiqatan ham boshqa birov hovliga kirgan. Komilning nafasi yana og'irlashadi. Jamila undan shoshmaslikni so'raydi. Ammo u qo'lini ko'tarib, gapini tugatmoqchi ekanini bildiradi. U bir ismni aytadi. Ovoz juda past chiqadi. Lekin bu safar hamma eshitadi. Rustamning yuzi o'zgaradi. Bu ism uning ustidan yozilgan shikoyat hujjatiga imzo qo'ygan shaxsga tegishli. Oybek ham uni taniydi. Aynan o'sha odam Tolibning yonida turib, barcha uchrashuvlarni nazorat qilardi. Nodir ko'zini yumadi. Hovli chetida ko'rgan mashina ham shu odamga tegishli edi. Jamila sekin eshik tomon buriladi. Chunki yo'lakdan kelayotgan qadam ovozi to'xtagan edi. Eshik ochiladi. Ichkariga suratdagi erkak kiradi. Uning bir qo'lida yo'qolgan vasiyat, ikkinchi qo'lida esa kichik qora sumka bor. Yuzida vahima yo'q, aksincha, u xonada kimlar to'planganini oldindan bilgandek xotirjam. Robiya hujjatni ko'rib, unga tomon yurmoqchi bo'ladi.